Yutqazishyapti. Alijonov markaz orqali Lukka o'ng qanotga, Ryaskos Hojiakbarga, o'ziga Ryaskos pas, Igor Sergeyev, Suyunov, to'p qaytarildi, gol! Paxtakor hisobni ochmoqda. Umar Adhamzoda uzr so'rayapti, chunki u Neftchida o'ynagan. Uzr so'rayapti. Paxtakordan boya aytganimdek muxlislar kelgan, shiddatli hujum. Hojiakbarning mana bu pasi professorlarga xos pas. Ryaskos ham yomon uzatmadi, Igor Sergeyev tepdi, Suyunov qutqardi, ofsayd yo'q. Ubaydullayev emas, G'ofurov qolib ketdi markaziy himoyada. Mana yana bitta shu uzatma goldan-da chiroyli deyishimiz mumkin, chunki Umar Adhamzoda taxminan 1-2 metr masofada kerakli payt, kerakli joyda paydo bo'ldi. U ovladi mana shu golni. Yirtqichdek kutib o'tirdi va to'p unga kelib tushdi va darhol emotsiya, ya'ni birinchi xursandchilik